الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Haqiqat sadasi programmamizning 17-sanini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yilg'un. Qadrli ko'ruvchilarimiz, hammalarga ma'lum bo'lgandek, biz bu programmamizda har hafta bo'lib diniy saodat yetishgan har qaysi ustozlarimizni taklif qilib, millatimizning beshiga kelgan bu fojialik hadislar bo'lsin yoki dinimizni tushunishga tegishli bo'lgan muhim masalalarni shu ustozlarimizningki qimmatli bilimlari orqali ekranlarga olib kelyapmiz. O'tgan soatdami 16-sonimizdami hurmatli ustozimiz hammalar tanishib bo'lgan bundan burun har qaysi xilma-xil programmalarda ekranga olib kelib qimmatli bilimidan foydalangan edik. Ustozimiz Sharq Turkiston Ulamolar birligi a'zosi hurmatli Niyoz Damollojga taklif qildik. Qimmatli vaqtini chiqarib qadam tashrif qilganlar uchun oldin bilan ko'p rahmat aytamiz. Elhamdülillah sizlarga rahmat aytamiz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ko'p rahmat. Qadrli ko'ruvchilarimiz, biraz burun başlatgan edik. Ovoz masalasida biraz chataq chiqqanligi uchun qaytadan elishga sabab bo'lib qoldi. Shuning uchun kechirim so'raymiz biraz oldida başlatgan programmamizda chiqqan masala uchun. Programmamiz hammalarga ma'lum bo'lgandek naq maydonda taqdilyapti. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerlar orqali programmamizningki aloqador bo'lgan, programmamizga aloqador bo'lgan har qanday fikr, savollaringiz bo'lsa, so'rashinglarni shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun ham baharlashinglarni umid qilamiz. Endi bugun biz programmamizning bosh temasini biz chuqur g'alba qilamiz deb qo'ydik. Biz Niyoz Damollojga bilan o'tgan hafta programmamizda biz nima uchun bu kunga qoldik degan mavzuda paranglashgan edik. Niyoz Damollojga bu programmada bugungi bu echinishlik kunga qilib qilishimizdagi sababni nihoyat o'zining bevosita yashagan hayot tajribasi orqali ta Xitoy tajovuzchilar vatanimizga besib kirgandan tortib ko'migan kunni ko'riklik hamda nurg'un olimlar bilan yashaqliq o'qish hayoti bo'lsin. Hammasida bu millatning ta oz-sonda bo'lsinmi, ta ilm ahli atalgan shu ulamolardan tutib boy tijoratchilari, normal xalq ommasi, ayollar şu umumiy qilib aytgan vaqtimizda butun millatning har sohalardagi kishilarining o'tkazgan xatoliklari sababli bu ig'ir har kunga qolib qolganligimizni misollar orqali tushuntirib o'tgan bo'ldi. Mushunchi vala jinoyatni o'tkazgan, o'zini men musulmon deb turib, mushunchi vala men bir musulmon, Allohning diniga e'tiqod qilaman deb ig'izda bu gapni deb turib, uning keyindan agar mushundaq shu qilmishlarni qilsa Allohning balosi kelmay nima kelsin bu millatga deb o'zimizning o'tkazgan, Alloh oldida o'tkazgan ig'ir xatoliklarimizni butun misollar bilan so'zlab o'tdi. Ochiq bo'lsa-mu buni hammasi anglab o'tdik, hasratlandik, voy-to'v deb yoqitishlaydigan shakldagi narsani so'zlab o'tgan soatlik programmamizda. Endi va programmaning oxirida bu har kundan qutulishning yo'llari haqida ham Allohga haqiqiy qaytishdan boshqa choramizning yo'q ekanligini, haqiqiy ismi jismiga loyiq mu'min bo'lishimiz kerak ekanligini oz bo'lsin programmaning oxirida shunday qilib xuloslagan bo'ldik. Biz ham o'tgan soat buni so'zlab bo'lib, bugun 17-sonimizda shunchavala ig'ir xatoliklarimiz bor turib, Allohning oldida bo'ynimiz shunchavala egilishga, o'zimizni shu qadar xijilchan his qilishimiz, o'zimizni numus qilishimiz kerak bo'lgan shu shakldagi holatimizda turuqliq bugun biz programmamizning bosh temasini biz chuqur g'alaba qilamiz deb bu shaklda ismini qo'ydik. Endi bu program o'tgan soatdagi shunchavala insonning yuragini zardab qildigan bu narsani anglagandan keyin tushkulishib ketmaslik kerak ekanligi, bizning Alloh mayli biz qanchalik xatoliklaşib ketaylik, qanchalik ig'ir Allohning oldida jinoyat o'tkazib ketaylik, biz Rabbimizga haqiqiy qaytsak, Rabbimizga haqiqiy tavba qilib yo'limizni topsaqlar, biz chuqum Allohning bizni tashlab etmaydiganligi, Allohning chuqum bizga g'alaba ato qildiganligi. Ya'ni g'alaba qilishimiz mumkin emas yani. G'alaba qilishimiz mumkin demadik biz bu yerda. Biz chuqum g'alaba qilamiz deyatimizda. Shuning uchun bu programma bizga qaytadan bir
bizning ruhimizni urg'utishi, bizga qaytadan bir ruhiy kuch ato qilishi, asla va asla tushkunlashmasligimiz uchun bugun ustozimizni bu ruhni Qur'oni Karim Alloh subhanahu va taoloning so'zlari, oyatlari bilan Rasulimiz sallallohu alayhi vasallamning hadislari orqali bizga mayli qaysi holatga tushib qolaylik, tushkunlik, ya'ni umidsizlik degan narsa hayotimizda bo'lsa asla bo'lmaydiganligini bizga damlashgan bugun qimmatli ilmi bilan bizga aytib berdi bu masalani. Buni aytish uchun ekranlarda o'tiribdik. Hurmatli damlashgan hamda shu programmamizning ismini biz chuqum g'alba qilamiz deb nihoyatda cho'ng bir ishonch bilan da'vatimizda, xuddi oqimizda bir davlatning qo'shini vodek halimizga bakmay söz qilib xuddi bunda bir anglash qaraganda bizni mushundaq bir kuchli shaklda biz chuqum g'alaba qilamiz degizgan narsa nima? Biz qaysi kuchimizga tayinib turib bunda deyalidik yoki deyalaymiz yoki bu arzu umid sifatida deyilayotgan bir gapmi yoki ishonch sifatida deyilish kerakmi buningki va qalbininki yo'llari mushadan kirsak boshqa programmamizga. Elhamdülillah. Elhamdülillah ve kefa ve selamun ala ibadihillezine istafa amma ba'd. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم لا يستخلفنهم في الأرض ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Ayetini Allah Teala nazil kıldı. Bu ayet kerimede bizge nayet çoğu vaat kıldı Allah Teala. Nunu tekit, lamı tekitle bilen sizler iman edip yaxşı emel kılgan bolsanlar. Sizler çoğum yeryüzünün hakimiyetini sizler tutkutma la yestahlifennehum fil ardı. Hoş. Ve la yumekkinenne dinehumul lezî irtedâ lehum. Sizlerinki Allah mer razı olan dinimizni sizler üstün kılışınlarını, ulanı kengeytişinlarına met çokum vaat kılmadı Allah Teala. Hoş. Ve la yubeddilennehum min ba'di havfihim emna. Sizlerin hazır kokunuş kaltınlar ba. Çokum bu kokunuşunu ketküzüp sizlerge hatır cemlisini ata kılma dedi. Hem biz imanımızını hakiki Allah'a itikadi ihlas bilen kılıp Allah borga işlanılı kılsak bizniki kançı hatalaşkan bulsakdı o hemmisi mağfiret kılınıp gidiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dep kirse bir kafir 400 adamla kırıvatkan bolsu mu hazır onu makbul kılıpla onu günah, onun burun günahsını sürüştürmek kılınır. Kırıvatkan bolsu mu biz haqqançı bolsak, hatalaşsak, din içinde durup, Müslüman bolup durup, mümin bolup durup hatalaştık. Bunun Allah Tebarek ve Teala tövbe istiğfar kısakla doğru muamele kılıp günahımızı mağfiret kıvatıdı, bizni naimit koymaydı. Çünkü Allah Teala la teyesu min ruhillah innehu yeyesu min ruhillah illa la yeyesu min ruhillah illa'l kavmul zalimun diye ayet var. Allah'ın rahmetinden naimit bulmanla, onu da naimit buldan kişiler zalimler, kafirler. Sizler ümit kıttırınlar. İmdir ayette la taqnatu min rahmetillah innallaha yaghfiru zunuba cemi'a dedi. Allah Teala günahdan nemesini mağfiret kıvadı. Sizler ümitsizlenmeyle Allah'ın rahmetinden çok ümit kıttırınlar dedi. Bu ayetle bizge zor bir hoş haberini üylençini birdi. Bu dünyada galbi kılış fakat koralga yoki kushga adam soniga emas. Nusrat Allah Teala tarafından keladi. G'albat Allah Teala tarafından keladi. Şu ayetler çokum haq. Hem ularning mag'lubiyatiga sebep bulduğan, o düşmanlarning mag'lubiyatiga sebep bulduğan işlamı var. Bizni mag'lub bo'lib ketib, hozir endi musha kunda turibmiz. Biz tavba istig'for qilsaqlar cho'qim qalbi qilamiz dedik. Ham dushman qanday qilib mag'lub bo'ladi u? Esa Alloh tabarak va taolo Qur'on Karimda aytdi. Ve men azlamu mimmen mena'a mesacidallahi en yuzkara fiha ismuhu ve sa'a fi kharabiha
Ulaike ma kana lehum en yedhulha illa khaifin lehum fid dunya khizyun ve lehum azabun azim. Ve lehum bil ahireti azabun azim. Ne diyene? Hem Allah Tebarek ve Teala'nın mesacitlerini tosuğan adamdın mı, zalim adam mı yok. En uçça çıkan zalim. Onu harabıga sayı kılıp, müşündak kıçı nait uçça çıkan zalim. Bunun artık zalim yok dedi. Bunların mı vazifesi o mesacitlerine beşini giyip Allah Teala'ya teslim olup kiriş mecburiyeti vardı. Onda kılmayı teri onun eksice mesajitlerini buzup taşlavatıdı. Muşunda kıvıçılağa nime var dünyası lehum fid dünya khizyun ve lehum firat azabun azim dedi Allah Teala. Dünyada ulağa resvalık var, ahirette azab-ı azim var. Resvalıkta müfessirler bunun nime resvalığını ki manisi nime kanda resvalık veriyordu olsa biri ula İğir bulduğunu ulağa öz işle bir-birisini ötürüşüp tüküşüdü deydi. Hukukta dişip birisi ötürüşüp tüküşüdü. Sizlerge zokemeydi müminler mesajitlerini buzuat diye deyip ümitsizlenmeyi Allah'ın rahmetini ümit kılıp dursanlar düşmanlar bilen uruşumuz deyip cepat atmasanlama ulan birbirisi ötürüşüpla ötetipla üzüle cezalap tükütü atmaya dedi Allah Teala. Ahiret azab azim o bilek de değil. O bilek o. O başka o. Ahiret bağında. Dünyada muşunda buluş çokum bulut Allah Teala vaat kıldı. Bu vaadsiga çokum vefa kıldı Allah Tebarek ve Teala. Allah Teala bir ayette şunda deydi. Tahsebune camiye ve kulubuhum şetta deyip. Sila ulanı birlik var, küçü var, muşunda kudretlik deyip güman kuvvet silah. Ula tahsebuhum cami'en ve kulubuhum şetta. Ulanın kalpleri birbirisiyle karım karşı. Az müddettinkin birisini ötürüş bir kaydı oladı. Bizge küç kelmeydi. Allah subhanahu ve tekaddes ta'ala meyli müşnak yukassın. Meyli başka bir hısletler veren hatta Nemrut, Buhtinasir diyen kafirlerini bir paşı bilen yukatın Allah Teala. Ajna yoktu asma Allah'ın kudret kemali bu. Yani tevrit edip aslın üstüne kuvasım Allah'ın kudret kemali. Zemin şunçu vala eğiniz asmanu tağlan hemmini kütegen bilen günahını kütüramaydı. O günahını kütüramaydı Allah Teala pak izâ zulziletil erdu zilzâleha diyen ayetleri. Günah zeminde kançı köpeyse kaysı kıtada, kaysı kariyede, kaysı yurtta günah köpeyse şu yurt ne Allah tevrit edip yutturmadı diye ki. Mesela Lut Aleyhisselam'ın kavmunu Allah Teala Cibrail nimet kanıtı bilen aslında üstün kılıp attı. Su ölütü attı. Onun kum toxtumay ecalna aliyaha safilaha emtenna aleyha hicaten min siccil dedi Allah Teala. Sunun üstüge ottun şulgan taşına oturup sunun pargaylandırıp attı. Şunun başka milletler var. Mesela Semud, Ad, Salih Aleyhisselam'ın kavimleri, Hud Aleyhisselam'ın kavimlerini Allah Teala bir şamal bilen veyran kılıp ulan eşinden yoktu attı. Allah Tebarek ve Teala'nın kudret ilahisiyle katli işiniz gerek. Allah vaadi kerimige çok muvaffak oldu deyip işensek oldu. Ula özünün küçük işense biz Allah'ın küçük işinimiz. Ulanın o küçüğü Allah'ın izniyle bir paşlık doğru gelmeydiğin küçük. Biz imanımızı halis kılıp, itikadımızı müstehkem kılıp, ittifaklaşıp, bir Allah'ı yelinsek, buludu. Bu gep, o devlet yardım kısa, bu devlet yardım kısa, o olsa diyen gep. Biz Allah'ın yardımı teyinimiz. Bizim imanımız hemidin güçlü kural şu. İman, İslam hemidin güçlü kural şu. İman eşsakla Allah Tebarek ve Teala. İman hem biz iman ettik, Müslüman olduk da koyup şu ön işi kirvelip hata işlerini kısak o vakti da o öyküzlük gidiyordu. Biz iman etkenken biz hakiki işence bilen düşmanlarının
düşman ekanligini to'g'ri tushunib, u Allohning dushmani, bizning dushmanimiz. Allah veliyullezina yukhrijuhum minez-zulumati ilen-nur degan oyat var. Allah kerim chiqaryapti o'zining mu'min do'stlarini zulmatdan nuroniyatga deya va'din qildi. Cho'qim bizni shu zulmatdan, shu zulmdan qutulib nuroniyatga chiqaryapti. Qanday chiqaradi, qachon chiqaradi, uni Alloh o'zi bildi. Lekin umidimiz zorki bugungi chiqyapti. Kunduzni kechiga, kunduzga aylantirayotgan zot Alloh tabarak va taolo birdamda ularni yo'qotib bizni avatan gapirib qo'ysa qolaldi. Bular kamoli bor Allohning. Mushundaq. Mushu oyatlar bizning vatanimizdagi zulmning kutilib ketishib, zolimlarning yo'qolib ketishiga biz vatanimizga berib, cho'qim islom dinimizni gullantirishimizga kepil bo'laydi mushu oyatlar. Alloh tabaraka va taolo bizga buni bekordan tushirib berdi. Shundaq. İmanimizni mustahkam bo'lishni qilsaqlar, zolimlarning yo'qilishiga o'zlari mana masajidlarimizni, madarislarimizni xarob qilib, kitob Qur'onlarimizni ko'ydirib tashladi. Xo'sh. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam vaqtida Shomga, Yiroqliga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dihatli kalbi orqali bir parcha xat yozdi. Sa iymon keltirib taslim bo'lishing kerak. Boshqalarga sa iymon etsang ham taslim bo'ldi deb. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala ve Müslümin deb. Dese o Iraklı degan kafir derslep iman etti. Keyin yenideki meselecileri ise iman etipse biz onu olmayız deb qaçkan deyin o imanını yenib aldı. Yenib alıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin xatini jirtib attı. Jirtib atqan deyin dihiyatli kelbi radıyallahu anh Resulullah gibi ahvana degan deyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem senin mulkingni tiz muddat işte Allah size xatni yirtganda yirtib atır degan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir parça xati o. Hazır Kur'an kelamullahını köydürüp taşıdı. Hacetxanlarını işletti ular. Hadis Resulullah'ın hemsini köydürüp taşıdı. Alim ulemalarımızı kırıp taşıdı. Hazır ballarımızı uşak nasıydı ballarını günah var. Ulanın uşak kırıp taşıvatıdı. Manen ve madden. Zahiren ve batinen uşak bizim milletimizni, İslam dinimizni yoktuşturuşvatıdı. Bu nimelik taşka tuxumni urganlik. Yüzü yo'qolishga sebep bo'ldi. Zulm qilmasa shundaq uni qanday yo'qotdi Alloh taolo? U zolim bo'ldi, chekitni ochdi, ham yo'qotdi Alloh taolo. Zulmni yo'qotish Allohning va'di karimi u. Zolim yo'qotmasa bo'lmaydi. Rasamda bizga Allah Taala şu zolimni musallat qilibdi. Yuqorisida o'tganki suhbatda degan to'q. Bizning ma'lum xato isyollarimizning sababidan mushu zolimlar kelib boshladi. Hozir vatandagilar o to'ydi. Mishadigilar hozir ko'zimiz ko'rmagan bilan qalbimiz anglab nayt qattiq o kafirdan yirginyapmiz. O aldamchi kafirdan, o najis kafirdan yirginyapmiz. Mushundaq düşman bilan do'st endiq bo'lgan chaqda Alloh tabarak va taolo cho'qim g'alaba ato qildi, nusrat ato qildi. Inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya va yawma yaqul ashad degan oyatni haq. Cho'qim deydi Alloh taolo qasam bilan aytibdi, nun ta'kid bilan biz payg'ambarlarimizga, payg'ambarlarimiz ergashgan mu'minlarga hayatı dünyada nusrat ato qilamiz. Ahirette halis bizning qo'yamdi. Dünyada cho'qim ularga nusrat ato qilamiz deb va'da qildi. Bizga cho'qim va'da qildi. Biz shartiki Allohga iymon etdik deb Allohning buyrug'ini ijro qilmay, nayisidan yanmay, bir-birimizga qarshi fikrlarni yurgizib, ixtilof tepib, bunda qilsak o vaqtida o rahmat yağamdı ya yağmamdı qolmaydi. Çünkü rahmet degan bir güher. Necis hacetxonaga yağmaydı o. Biz yüzümüzni shunga moslashtirsak, pok-pokiza e'tiqodiy jihatdan, amaliy jihatdan isloh qilib,
ahlakımızı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnet seniyeleri boyunca kılıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in siret seniyelerini övünüp bu şundak manga vaktimizde bu rahmet çokum yağdı. Dünyadaki işler, meyli ahiretteki işlerin hemsini Allah tebarek ve teala bizden insanların emeli bağlap koydu. Ahirette cennet iyi oluşma Allah Teala'nın dedi. Ve tilkel cennetul leti uristumuha bima kuntum ta'melun dedi. Şu cennet gördünüz mü? Şu cennet gelsiyle emelinle öyle kirisler dedi. Şunu varısınızlar dedi. Dünyadaki işlerini şundak. Mesela darak tikmeyi müyük ilgili olmaydı. Buğday termeyi buğday ilgili olmaydı. Hem işga bir sebep var. Kursumuz açsa nayemiz, aşımız, tahiyemiz. Toğnusak kiyimiz. Hem işga bir sebep var. Ama şu çoğun galibetinin kilişkime sebep nime? Biz itikadiyetin toğra, ehl-i sünnet vel cemaatinin itikad kılıp, kıyıl ve kalını taşlap. O onda depti, o bunda depti gibi kuya. Kitabullah, sünnet Resulullah'ın bu sünunga. Onun deyin kiyin, emelimizni şu Kitabullah, sünnet Resulullah'a muvaffaklaştırıp kılışımız lazım. Şuna Fuzeyl ibn İyaz Rahimahullah diyen Allah Teala'nın ki liyebluvakum eyyukum ahsanu amela diyen ayeti de şuna dedi. Hoş. Allah Teala sizlerini azmayış kılıp imtihan kılıp sınaydı. Emelinlerini ki kaysiz ahsendir. liyebluvakum eyyukum ahsanu amela kaysinla ahsen emel kızlar şunun Allah sizlerini kıldı. Ahsen'nin manisi ahlas ve esvab tefsirleydi. Ahlas deyin itikadi cihetten bir Allah'ın başka inanmanla. Va falan mındak piramdaki ya falan piram medet kılamdaki falan o hemisi şirk. Emelde hem de birbirine münasebetli şey manında yok buluna akaşlıysa bunun küçüğüyse yulap koysa o buldu. Ama dini cihetten itikad kılışta bir Allah'ın başka işiniş, onun medet talep kılış haram. Bu birinci iş. İkinci iş kılan emelinle sünnet Resulullah'a muvafık olsun deydi. Şunda bu anda bizniki g'anabetimiz kılık yıldı. Eğer bir adam itikad cihetten doğru iken, lakin emeli cihetten yaxşı kılmaydı iken, sünnet Resulullah'ın çıkıp yüzüce çık kıtışlarını tıkıvaptı, ya kımay yürüptü, bu mu hata? İtikadım doğru dursa mina diye bekar gep bakmaydı. Bir adam rast emelini şurada ket kıldık ya Kitabullah sünnet Resulullah muvafık oldu. Ama itikad cihetten Kitabullah sünnet Resulullah uygun emez. Ehl-i sünnet vel cemaatinin itikadı uygun emez. Mundak bulsa bunun min birkaç. Her ikisi birleşsin. İtikadi cihetten halis itikad olsun. Ahlas ve esvab diyeni şu. Halis buluş gerek. Emeli esvab yani savabqa en doğru. Resulullah kıgan bulsa kılış gerek. Hoş. Diyen bulsa kılış gerek. O falan adil kıldım, falan adil munda diyen yapının yüzü hata şu. Kâle Resulullah sallam keza keza. Feale Resulullah sallam keza keza. Tereke Resulullah sallam keza keza. Bundan taşlamattı. Mane kıldı, mane dedi. Deptürüp kısak. Alimlerimiz mi şundak dese, kıyılık algı birilmese, vay falanı şeyhim munak diyen, ustad munak diyen geplerini taşlaması oldu. O şunda diyen dikilla, ahlas esvebden çıkıtıdı. Bir şeyden çıkmış bir şeyden çıkıtıdı. Halis mi olsun demez mi? Tavhid halis mi olsun maydı? İbadet Resulullah kökezgen yol mu olsun maydı? Anda olsa yüz teppasa falancının pustancının şeriyeti olsa bu. Allah'ın Resulü'nün şeriyeti tutursa. Aşındak bulsa buldu. Demek ki hazır bir kısmı ünvanlarımız mı yagamaz. Bir yerde her hal itikadlarımın köpeği bizim vatandaki çıktı setebiyet. Unutdu mu çıktı? Ula falan ana depti olmasam şulanın doğrunu me pustanın da depti onun doğrunu me dep. Aşu işkinlip aşındak bulsa bulmaydı. Belki bazı alimlerimiz onun doğru iken bundan da vatıdı. Kur'an'da bundan deydi. Bundan deydi diyen gaple hemisi bizniki çoğun galibimizge azat buluşumuzga tosal buldan ders şu.
Biz Allah kökezgen sirat müstakimden çıkıp kaldık. Resulullah'ın egeşmedik. Şunu öyle hata yollamamızda mağlup gitmemiz. Muşu bazı ziyalilerimizin ya ziyali mi demeyle bazı inkaslardan değil. Bazı şuna körmüz hem de muşu. Hem işi bu dinle işi arlaştırı olmaz. Acaba sizden sorsam da bizim hayatımızda din arlaşmaydıgan bir sahaba mı ya? Yok. Hayatımız, dünya ahiret hayatımız hemmisi dinge münasebetlik. Dinin taşkiri hiç kandak nersi yok. Hemme nersi mi Allah Teala biz Müslümanlığı yarattı. Ellezî halakanakum ma fil ardı cemi'a diye ayet mütürdene. Sizler yaratıp edildi zemindik nersinin hemmisinde biz için yarattı. Biz menfaatlisiniz. Dinin gayride çıkıp mındak sak buldu deydiğin hiç kandak nersi yok. Hemmisi Allah Teala bizi gösterdi. Bu dünyalıkını o gösterdi, ahiretinde ölgendik ki dozak ve cennet var da bunu göstergen dursan. Dinden çıkıp, Kur'an'dan çıkıp bir nersi yok. O hata olanık onda değil. Her şeyin Allah bayan kıldı. Ve tefsila kulli şeyin diye ayet bağına. Hem şeyin tefsilatı ile bayan kıldı Allah Teala. Biz düşünürüz. Hem düşünamı Allah, Kur'an karşısı bulmaydı. Yüzünün ilmisizliğini, ilminin yokluğunu, Kur'an'da yok o, bunu ya hadiste yok da, sen bilmedin yok. Sen bilmesen yok mu o? Bilmeyen İlim ehillerden sorudu mu sen? Konunu kız. Sen bilmesen, fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Sen bilmesen ehle zikri sorsan onu. Bilimsizlik adamı ötürdü diyen bu şu. Peygamber Aleyhisselam şundak dedi, bilimsizlik adamı ötürdü. Bir top cemaatin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ivetti. Koşununu. Yerine kalbi kılıp kayıttı. Kilometre yolda akşamı kunup kağayada birisini kodaş çıkardı. Çıkargan deyin o kodaş namaz okuyatkanda taş dügülüp ki beşini yeri attı. Kancık çıkıttı. Bunu namazını bozup tanışını yaxşı görmedi de hoşuna kelgen deyin siz armalın başkalar çıksın da başka adam da çıkardı armadı. Kişi o ihtilam okmadı. Evet namaz okuş vaktinde taharet alımın mu, gusül kılımın mu ya kandak san buldu diyen deyin hemimiz belli kilip ya Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala in kuntum cunuben fettaharu diyen tursa bir tal moyun oyunu kasmaydı. Mayen boştup yung dedi. Kancık ayet bir çıketti. En bunu boşatkan deyin tağı çıktı. Soğuk su yudu. Zehirli bu adam işte ilk aldı. Kim o koşun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ahvanı müştak oldu diyen deyin ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem silah ötürsüler adamda kulun seyip durup ona kat zerp verdi. O emir şuna dedi ki ben bundan bunu iman etmesem içimde şuna dedim değil iman etmesem bulurken iman et koyup bugün dozak gitmesem kadar uladım korkup ettim. Asta peygamberimdeki gazı ve feslep şuna dedi şifaul eyyi sualu bu bilimsizlik cehalet diyen edmi ötürden çok isen onu davası nime şifası dese sual kılış. Feselu ehle zikrinin kuntum la ta'lemun okuma mesela. Soru sanlamamdı. Erdemizle ötürüsler dedi. Bu şundak bilimsizlik bilen Kur'an'da o yok. Hadiste bu yok. Digini aşının bilimsizliği. Ondan olsa Peygamberin bir kere gitti de bir biz dünya ahiretliğin bütün dünya ahiretliğini bizi düşündürür için kelgen bir Resulümüz el tutursa yok bu yok dese unumayız. En addisi o birine kandak girip kandak çıkışını öğretken dinimiz. Şöyle geçilik talim kılınadır. Aş kursaktı vaktidin tutup, üç kere hoğançağı can kirdi, bir kılıkta inna halaknan nutfete alakaten, fe halaknan alakaten uzgaten, fe halaknan uzgata izamen, fe kesevnen izamen ahma. Sümen şe'na halkan ahir. Mükemmel bir hayat nizamı. Bir kursan için bir hayat oldu kanallar. Kursan için müştep bir adam tıkkoş. Ülü o. Ayet Allah sakladı onu. Şunda Kur'an zulümatta. Elbette. Allah sakladı. Bu zulümat diyen demek hazır biz bu dünya ne varsa bir yürüyemiz. Hem de aşırı zalimlan Allah Teala yoktamam da. Bizni saklayamam da. O şunda kılıp Allah Tebarek ve Teala bizni dünyaya keltirip Toğulgan deyin ağzından tekbir etip, yub taraf ağzından tekbir etip, ismini koyup,
Kitabullah muvafiq ismini qo'yib, undan keyin uni tarbiyalab, muncha yosh kirgicha bundan odam qilinglar deb Alloh taolo bizga topshirdi. Ha? Bu anfusakum va ahlikum nar va quduha an-nas wal hijara alayha ha? Malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Alloh ma amarahum va yaf'aluna ma yusarrun degan oyatlar turdi ana. Xo'sh. Ballarni tarbiyalash haqida. Alloh tabarak va taolo uyida tarbiyalab bizga balani tug'saq, sizlar bundan qilinglar deb bizni to'g'ri yo'lga boshladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hamda yo'g'andek hojatxonaga kirsang nimani o'qib kirsa, o'ng putingni kirmagan, so'l putingni kirgan, chiqqan chog'da o'ng putingni chiqqan, Qur'onni o'qigan, undan keyin duolarni o'qigan bizga duolarni o'qitib qo'ydi. Ham oxir hayot kechirib o'ladigan chog'da o'lsakmichu la ilaha illalloh rasululloh deb o'lsa. O damagan bo'lsa yendikilar o'qitinglar la ilaha illallohni. Suriyasini o'qinglar. Shuning bilan o oxirgi nafas yo'sin, innamal a'malu bil xawatim bilan jannatga kiradi deb. Qur'on ishiga biz bir tamam suv paydo bo'lgandan tutib da qabrga kirib qo'yish bo'lgan holatni Rasululloh bizga uqtiryapti. O'qimagan bo'lsa sening ishingga, sen yo'q o kitobda deb unda demay, olimlardan so'rab fasal va zikri in kuntum la ta'lamun. Senin üzerine bilimsizliğin Kur'an'a, hadis'e artık koysan bulmaydı deyimiz. Hoş. Damlacığım demiş, biz bugün çokum galiba kılımızda bunu da toxtuluvatımız. Milletimizden ahvali, halimiz oturdu uçup. Cemiyet dışında bir iki xil asasi bir iqim var göz qaraş. Bir taraftakiler deydi ki, bizninki bu xarlıqdan qutuluşumuzga biz çokum kolumuzga qoralanmasak, Xitoydan qutlanmaymiz. Çokum bu har xil dunyo ishlariga mashg'ul bo'lib, bu yerda har xil faoliyat, ahmas ishlarni qilib yursizlar. Biz çokum qo'lga shuni ammagacha bu Xitoydan qutlanmaymiz deydi. Yana bir tarafdagilar bugungi dunyo nimasida va Xitoyninki bugungi dunyoning ikkinchi kuchi deb harbiy jihatdan bo'lsin, son jihatdan bo'lsin, bu kuchga qarab bugün qurolliq ish qilib ham bizningki hozirgi holatimiz atrofdagi davlatlarning hech qaysi uyg'un emas bir sharoit bo'lgan ekan, hammasi Xitoyning qo'llovchilari ketgan bir ahvolda. Buning cho'qim shu tinchlik shaklda faoliyat olib berib, shu demokratik usul bu usullar bilan o'zimizning nimasiga erishishimiz mumkin, ammo qurolliq bir shaklda ish qilinmaydi. Uning foydasi yo'q, o'zimizni aloqa qilishdan boshqa narsa emas deb qaraydigan, masalan, shu ikki turli iqim asosiyatim bor. Siz buni qanday qaraysiz? Bu mundaq. Ham demokratik asosda mundaq deydi. Shuroni ve şavirhum fil emri vel emru şura beynehum diye ayetlerini hozir demokratik deb atoldi. Ve meyli qanday da'vatson biz o'zaro maslahat shuroni amal icra qilishimiz kerak. Bir-birimiz bilan ittifoq bo'lib buni qilamiz. Am tayyorliqsiz jangmi yaxshimaydi. Chunki Alloh tabarak va taolo va'iddu mastata'tum min quwwatin va min ribatil khayli turhibuna bihi advallohi va aduvakum degan oyat nozil qildi emasmi? Sizlar dushman bilan urushga kuchinglarning bir tayyorligini qilishinglar kerak. Xo'sh. Quvvatdan, masalan, quvvat deganimiz aeroplan, atom, cho'ng hozirgina bo'lsa. Alloh taolo shuni dedi, mindan xeyli vaqtlik ot minib qo'yildigan, şimdi odam bo'lmagan ekan, yoki bo'lsa osmon aeroplan bo'lmagandan keyin, Shu zamonning nimasiga tushsak, ta qiyomat qoyim bo'lguncha urushning qanday qurol yarog'lar bo'lsa, dushmanning qarshi tarafdagi dushman nima bilan tayyorlangan bo'lsa bizga qarshi musulmonlar ham shuning o'xshash tayyorlik qilish kerak-da. Stata'tum min quwwatin va min ribatil khayli ot minadigan, aeroplan minadigan, tank minadigan ishini qilishing kerak. Albatta. Turhibuna bihi aduvallohi va aduvakum. Sizlar tayyoringlar, dushman qo'rqasin deydi. Voy, bularmi bo'sh emas, tayyorlik qilyapti-da. Deb ularni qo'rqasizlar. Allohning dushmanlarini, sizlarning dushmanlaringlarni tayyorligini qo'rqitadigan bo'lsin. Andin sizlar jang urushga chiqinglar deydi. Biz tayyorliksiz urush qilsak, mag'lub ketganmiz. Endi biz tayyorlik qilamiz. Hozir ham bizning qo'limizda masalan yig'nining sunuq yo'q deydilar hozir hamda. Vatan ozod qilamiz deb namoyish qilyapmiz, o'qilamiz, bu qilamiz, shundaqmi? Qilyapmiz, xalqlarni umid qilyapmiz. Lekin
Bununla kişiler ancalarını kımayıvatıdı. Bu muşunularla muşuna kısak, namaz kısak ya ki Kur'an yazsakla buldu dese Allah Tebarek ve Teala onunla unumayıvatıdı. Ne deydi o? Sizler imanınlarını, itikadınlarını halis kılıpla man uylansanlar çokum men nusret inna lenensur rusulana vellezine amenu fil hayatine ve yevme yekumne şattiye ayet mi şu. Biz çokum sizler nusret biz birimiz. Sizlerin Kur'an'ınla da kuşunla da emez o nusret. Bizim kulumuzda değil Allah Teala. Allah'ın kulu da o nusret. Şunun için ikra biliş. Teyyarlıksız mı oturmazlar? İmkaniyet o teyyarlık mı kılımız? Kılamızsak mecburiyet aslında hazır kulumuz yanının sınavı yok. Bir bıçakını tutamayız. Muşuna hukukat kana kılımız hem de. Allah'a iltica kılımız. İyi Allah, dünyamız sizin o. Bizden emez. Onda olsa siz beğenmişsiniz amal yok. Dep Allah'a tevekkül kılımız. Şu tayyorliklar bilan birge. Tayyorliklar bilan birge. Tayyorligimiz qancha biz shunchalik qilamiz. Qilamay qolsak, tayyorlik qilamasak Allah bilib turdi uni. Siz Allah'ın eslimizde siz qilib bering ham bizning holimiz mushu deb. Ham tayyorlik qilganimiz e'tiqodiy jihatdan, amaliy jihatdan kuchimiz necha shunchalik. Olimlar haqqoniyatni tushundirsin, dinni tushundirsin, Qur'on kalomini hadis rasuldan tushundirsin. Bayloq kuchi bilan yordam qilsin. Hüner sanatı ola, hüner sanat bilan meydonga chiqsin. Hamma ish bizga lozim. U bir tarafdan bunda Qur'onimiz bo'lmaydi deb turib olsa, sizning Qur'oningiz u Nusratniki nimasi emas u. Nusrat osmondan tushdi, g'alabat osmondan tushdi. Shunga Umar roziyallohu anhu dedi-ku, shunchalar kuchlangan harbiyni ivatdi. İran'a mishalar ivatgan vaqtda sizlar qulunglardagi kuchinglarga ishinib ketmanglar. Qulunglardagi soningga ishinib ketmanglar. G'alabat osmondan tushdi. Duo qilinglar. Duo keldi g'alabat deb. Askar shundoq topshirdi. Shundoq biz qoltisuv ketdik degan chaqda mag'lubiyatni bo'lib qoladi. Unda qoltisuv ketgan bilan, masalan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hunayn jangida Makkani ozod qilib fatih qilgan degan Hunayn bosna necha odam tog'ning ustida oburjuga ochoqqa barvalib turib, qancha 10 ming odam ustidan bir qator g'alaba qilib oxirida mag'lub bo'ldi. Ular shuna deyish, sahoba karomlar shuna deydi shu vaqtda. Mag'lub bo'lib g'alaba qilgandan keyin, voy biz nimika biz shunchalar haqdan g'alaba qildik, mundaq bir 60 yillik oilani birdan yo'qotmaymizmi deb qancha ming odam kelibdik, mag'lub bo'lib ketdik deb. Kuchga ashundaq ishinish, ashum xato. Men kuchim bilan yo'qotyapman. Seni kuching hech nima emas. Allah bizga Qur'onni berdi. Ad-duo silahul mu'min deb. Mu'minning quroli duo shu. Duo biz duo Allohga duo degan ibodat qilish. Endi hala qo'l ko'tarsa duo deydi. İbadet. Qul ma ya'bu bikum robbi laula duaukum degan oyatning ma'nosi shu endi. Sizlar duoyinglar bo'lmagan bo'lsa, Allah Teala'nın sizlerle karımızı diyor. Sizler dua bilen galiba kılsızlar dedi. Dua ne? Ve entum udullah ve entum muqinuna bil icabete ve Resulü. Dua kılınlar Allah çokum icabet kıldı diyen itikad bilen. Ben dua koydum icabet olmaydı o da bugün dua koyup ve tünögen ter koyup esip olayım pişmaydı olsan bulam da. Onun mezgeli var, bir ceryan var neymiş var kandak işinen. Bir ceryan buluş gerek. Hem o ceryan kısmı buladı Allah Teala'nın kulu da o. Kandak vassa şuna iza arada şeyin eyyekule lehu kun feyekun. Bugün Allah bir şeyin iradık bakan bulsa kulu deydi kapının gidip buluverdi o. Keçini gündüzün keçigi bir saatini aylandırıp oturursa Allah Teala. O kılıverdi onu. Kandak kılışını biz bilmeyiz. Lakin Allah'a iltica kılımız ki biz aciz geldik ey Allah. Bizden dinimizni milletimizni, ballarımızdan muşunda yoktu ötüdü. Muş Kur'an kitaplarımızı köydürüp taşıdı. Alim ünvanlarımızı kırıp taşıdı. Mesajlarımızı bozup taşıdı. Siz bunun iktidarçılık kılmışsınız başka amalimiz yok deyip Allah'a şuna değil. Rast mı? Allah Teala çokum bizge nusret galibet ata kılıp aldığımızda yorukçılık bağdap işinimizden. Aşulanın aşı günahı dedi ana Daniel Aleyhisselam'a
Hüşabnun'a dedi Buhtanasir. Hey, bütün dünyanın kırıp taşlayan kafir o. Ama şundan Bütün dünyaya hakim Dünyaga hakim bu. Andık. Seniki mening bir şey kelib mushunaq qilishimdagi sabab nima bilamsa deydi Yusuf İslam. Senin hatalig'ingning cho'nglig'i u. Sen zulmini chigit nashirib qilding. Meni qavmimniki o'z nafsiga o'zi ugal qilgan zulm qilganning sababidan bina qilding dedi. Ha dedi. Yusuf'ni o'tirib o'tmoqchi edi u. Yüzengim arttığın hatalıqını dep toxta qaldı o. Biz bu yüzümüzge hatalığımızın artması gerek. Allah'ın aldığında biz yüzümüz hatalaşqanlığımızı itiraf qilish gerek. Andım buludu. Şundan olmasa hemmimiz ma'abbaq, ma'ishlim qilmagan ya ota-onam ishlim qilmagan desa, mana xato shu. Kunda o'tizdan xatolik degan Allohning oldida sonsiz bo'ldi. Biz tavba istig'for qilgan vaqtimizda g'albat bo'ldi. Shunda bo'lmasa Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de etti o ha. Sizler kanç şu hatalık olsam innallah la yaghfiru ve yushrike bihi ma yaghfiru ma duna zalika limen yasha. Bu şirkten başka günahdan Allah halis mağfiret kılıyordu. Allah la yusalu amma yef'alu ve hum yusalun. Allah Teala nimde siz ancak hatalık ve adamların günahını mağfiret kıldığınızda peş kim Allah'tan sual kılamaydı. Allah aşkında kişi cevap veremez. Hem bir kişi Allah'tan cevap ver. Ondaki Allah kişiden isabasını aldı, çoğun nasıl amızım ama verdi. Allah yüzüge xos sifat o. Ondan sonra biz Kur'an qilib bağlab qo'ydigan ya Kur'an bika qilib faqat itiqad amal qilib bağlab qo'ydigan bu ikkisi hata. Sebep bor dunyoda. Har qanday ishda bir sebep bo'lmaydi. Qursimiz ochsa noyaymiz, qursoq to'qlaymiz, so'qsoq kiyim kiymiz, issiq soyni izlaymiz. Sebep bo'ladi. Shunula kiskin yashaymiz bu yerda. Ama taqdirimiz shu deb biz mujnaq yaxshi ishlarni qilsam deb qilgan yaxshiligimiz yüzümüzga jannatga kiramiz. Alloh taolo nim foydasini ziyni ibodatdan. Allohga hech qanday foydasi yo'q uning. Ne ibodat bizga xos. Biz yüzümüzni do'zaxdan qutulib jannatga kirib Alloh meşiyetiga topshirib roziligini izlaymiz. Bu shu. Biz Alloh ibodat qilsak, Alloh ibodat qilmasa kabirlarda yura. Yursan seni dozaq tashlaydi shu. Xo'sh. Onunla anda ketken olmayın. İbadet bizge lazım. Onca konuştuk. Hazır bu sözleri Türkiye'de mi hatalaşmışsam bir aşılı olduğu diyeyim belki. Bir Cumhurbaşkanı ağızdan mı Erdoğan bir yığında sözleydi. Tarih qeyd qilgan şu Holago'nun Bağdat'ni işgal qilgan vaqtidagi qissini esletti. Tam yani biz biz musulmonlarninki o'zimizning dindan yiroqlashgan vaqtida qanchalik har holatga tushib qolganligimizni bu tarixiy voqelikmi o'z vaqtida Bag'dodni Holago qo'shinlari ishg'ol qilib bir rivoyatda 200 ming, yana bir rivoyatda 400 ming odamni qatl qilib nihoyatda cho'ng qatlam elib bor ekan. Shaharning sirtiga, Bag'dodning sirtiga o'zining qarorgohini shu yerda qurgan Holago shu shaharning ichida bir olimning bu shaharning olimidan birini chaqirman shundan ko'rishman deb degandan hech qanday bir olim uni bilan ko'rishga jur'at qilolmaydi ekan. Shuning bilan şu shaharning ichida hamda yosh soqol burutlarga hamda bir tik chiqqan yosh bir talib o'quvchi bola men ko'rishiman deb shuni ko'rishni talab qilib, ammo ko'rishdan burun bir to'yga o'zi shartlarning ichida bir to'yga bir o'chga bir xo'rozni birga elib bor ekanda hamda. Shuni qarab uningki nimasiga qarorgohiga borgandan keyin ularga qarab kichiklan bir yoshlan bir bol tug'an ekan. Üstü beşiğe manda qarab o'tib, yani mushun tep keldingmi men bilan ko'rishga deb boshda ko'z kelmaydi ekanda. Ko'z kelmagan ekan. Andan keyin yosh deydi ekan hamda. Bu agarda sen nihoyatda jismi nihoyatda cho'ng, kuchli birisini xohlasang, sirtda to'gi va nihoyatda aybatli jismi va uningki. Agarda mening soqol burtim chiqmabdi, saqilvani xohlasang, o'shki va sirtda ovozi bak yo'g'on chiqadiganini xohlasang, xo'razdan birini akeldik. Shuni bilan paranglasang bo'ldi degandan keyin, bu bo'sh emas ekan bu deb
onun bilan paranlaşmadan keyin başta birinci sualda şöyle demişlerdi biz şahit aldığan neyimiz. Meni sen bilemsen sen qanday qaraysan, meni bu yerga nima olib keldi Bag'dodga? Shunchalar qatlamni qilib qo'ygan degan shu yoshga turib shu deydi. Bizning amallarimiz olib keldi. Bu haqiqatan inson o'ylantirgan narsa emas. Bizning amallarimiz, bizning dindan yiroqlashganligimiz, o'zimizningki kimligimizdan yiroqlashganligimiz, bizning eskiligimiz sababidan Alloh seni musallat qilib bizning ustimizga olib keldi. Deb shunda bir nayt bir mengu bir dars olgan bir darajada bir javob tamdi o. Undan keyin ikkinchi bir savol so'radim. Biz meni nima chiqarib o'talaydi? Mushu ahvolga senlar tushding. Meni nima chiqarib o'talaydi bu yerdan degan ekan. Biz o'zimizga qachon qaytib ekanmiz? O'zimizning aslimizga qaytib, dinimizga qaytib, haqiqiy o'zimizning ichida bir-birimiz bilan dardlash, shunday bugungi millatimizning holi tushib qolgan holda ba'zi o'ylab qolmayman-da. Mushunda bir qiyin sharoitlar turibmi, yana shu o'zimizning ichida jadal majra. Har xil fitna fasod bu narsaga tushib qoldik hamda. Buni tashlagan vaqtimizda sen hargiz turolmaysan deb javob bergan. Demak ki, silsilab o'tgan bu nimalarmi haqiqatan mana bunday tarixiy voqealiklarmi insonga haqiqatan nurg'un darslarni bergan hamda. Bir ko'rilmimiz so'rab Tusla boy so'zlarda masalan har qanday narsaning bir sababi bor, masalan dunyodagi jannat masalasini tilga olib, jannatga mu amallarimiz bilan kiramiz deb shuni so'zlab o'tlar. Payg'ambar alayhisalom masalan men bu amalim bilan islamning hiçbiringlarni amalinglar jannatga kirgizolmaydi degan so'z aytdi, hatto men bu deb buni qanday tushunasiz? Shundoq. Amalimiz faqat bizni jannatga kirolmaydi. Xo'sh. Allohning fazli kerimi egirdi. Biz iymon etib musulmon bo'lgandikinlar Allohning fazli kerimiga erishdik. Fazli kerimiga erishgandan keyin Alloh taolo zul fazl azim qilgan amalimizni maqbul qilsalar, ana tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Ay jannatga sizlar amal qilgan sabab bilan kirsizlar dedi. Eng cho'ng ish tavhid. Cho'ng amal shu tavhid. Allohning vahdaniyatiga to'g'ri ishonish, to'g'ri e'tiqod qilish birinchi amal shu. Undan keyin qolgan namoz o'qish, ro'za, zakat va hokazo amalimdi. Bular amal, axloq ijod kishilar bu amal. Mushular ashu tavhidga muvofiq bo'lsa obaydi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala degandek axlas va asbab bo'lsa, eng biz o'sha jannatga kira olamiz. Shularimiz amal. O Allohning fazliga bog'liq. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedi, bir odam umricha yomon ish qilib, oxirgi hisobda la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb ishlarning bir yaxshi ishni qiladi, jannatga kirib ketadi. Umricha yomon ish qiladi. Ba'zi odamlar va umricha yomon ish qiladi. Oxirgi hisobda bir tavhidni yanglish bilan u mango'liq tozaq kirib ketadi dedi. Bu Allohning mashiat irodasiga bog'liq. Shu odamning e'tiqodi, ixlosi, amali Alloh rizoligi uchun bo'lsa, agiz innalloha la yudhi'u ajral muhsinin. Muhsinlarning ajrini Alloh agiz zayo qilmaydi. Ammo shu odam ko'rinishda bizga ashuna ko'ringan bilan uning tegtatida Alloh bildigan ahliyati yo'q odam bo'ldi. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir jangga chiqqan chaqda bir sahoba shunday mahorat ko'kazdi. Kafirlar, dushmanlar degan qirib turdi, o'tib turdi uyini. Dushmanlar qo'yib qochlandi. Bir vaqtda uni o'qitib ketdi. O'qitib ketgan, Rasululloh shu vaqtda odamni maqtab keldi sahobalar, ya Rasululloh faloni mushundoq xizmat ko'kazdi, dushmanlarni qirib tashlayapti, ajoyib botir ekan bu. degan Rasululloh alayhisalom va finnar deb qo'ydi. U do'zax shu dedi. Mushu odam do'zaxga kirib ketsa bizning ishimiz tugab turgan, biz qanday qilamiz deb sahoba karamlar qo'rqish jang bo'ldi. Shu jangda o'qitib ketdi uni. O'qitib ketgandan keyin shu o'qning achchig'i, zarbasiga, og'rishiga chidamay yetib yüzünü kursu yüzünü tıkıp kanıtlık bilip aldı. Bana yüzünü ötürü alıp ağabeyka işler gel gitti. O takdir ilahidik işini Allah'ın özgü eşim bilmeydi. Takdir
u asli qadar sirrulloh, Allohning sirri. Lekin biz hamma ishni shu taqdirning ishida deb qaraymiz. Tirishchanlikmi shu, qilmaslikmi shu, qilishmamiz taqdir. Taqdir nima bo'lsa deb yozsaq bo'lmaydi. Amalni qilamiz, amal shu ishning vujudga chiqishiga sabab. Har qanday ish amal orqali vujudga chiqadi. Alloh rizoligini izlasak, shu vaqtida Alloh taborak va taolo bizning ishimizni o'ngshaydi. Maşallahu kar ve ma'lam nima ekan? Alloh xoligini biladi, xoligini bo'lmaydi. Yüz ko'kazgan yo'l lekin g'albilik bo'ladi. Buni iymon etsanglar, musulmon bo'lsanglar, uningdan mamnunda yaxshi ishlar qilib payg'ambarni agasanglar, jannatga kirishlar va jannatlarga qadam jannatlarga qilib kiraveramiz. Ammo shu ishlarni qilib, Mahirdek, Botirdek urushgan bilan uning tigida u meni Botir desin deb urushgan. Uni Allohdan o'zga hech kim bilmaydi. Shu Rasululloh Alloh taolo darhol uqtirdi. Bu riyo uchun qilyapti-mi bu? Shirk bo'ldi degan gap. Xo'sh. Riyo degan shirk bo'ladi. Allohga shirk keltirgan bo'ldi. Shuning bilan uni qilish bekach bo'ldi. Ham bizni, ya'ni bir mu'min bo'lishimizdan hech qachon sen amalingga ishinib ketma degan narsani bir bishorat berdi masa. Yuqoridagi Rasululloh hadisim meni faqat Allohning rahmati qo'rishsa anda jannatga kiralayman degan so'zimi va bu oyatdagi sizlarning shu sizlar amallaringlar sababli erishgan jannat degan narsadimi? Chunki bir mu'min mayli qancha go'zal yaxshi ishni qilib yetadisin, natijada Alloh subhanahu va taoloning shuni qilish qudratini berganligi sababidan qila olamiz demdi. Hech bir narsani o'zimizning kuchi orqali o'zimizdan paydo qilgan bir narsalarni qila olmaymiz. Mol dunyo sarf qilganimi, Alloh bergan molni Alloh shuningga shu qudratni bergandan keyin qila oladigan gap. Kuchlik bo'lib jang qila olganimi Alloh bergan kuch bilan qiladi. Natijada Robbimning rahmati bizni shu yomg'irdak yig'ib bizni cho'ktirayotgan rahmati bo'lganligidan biz bir yaxshi ishlarni qila olayotganimizda masalan shu natijada. Shunga ham ikkisida hech qanday bir-birisiga qarshilashadigan bir ish. Imom Azharulloh Akbar shuni deydi. Xorlik bilan baxt nada desa, nima bilan o'lchaymiz desa, xizlon degan xorlikda Alloh yüz rozi bo'lmaydigan ishga bir bandani muyassar qilgan bo'lsa, shu Alloh xorligini o'tdo'ziga yo'llagan. Bir bandani Alloh yüz rozi bo'lgan ishga muvaffaq qilgan bo'lsa, mana u baxt saodat degan shu tavfiq, hidoyatga muvaffaq qilsa shu dunyo oxiratlik najot shu. Biz o'zimiz shuni lekin shunda qilmamdi deb tursak bo'lmaydi. Tirishchanlik amma man a'ta wattaqa saddaqa bil husna fasanuyassiru al-yusra. Xo'sh. Va amma man bakhila wastagna wa kadaba bil husna fasanuyassiru al-yusra. Sizlar qaysi yo'lga mangsanglar men yetib berman deb Alloh qarab turdi ana. Siz jannat yo'liga mangamsa iymon etib, Allohning haqqini ado qilib, fasanuyassiru lil-yusra. Jannatning yo'lini oson qilib beraman. Amma man bakhila wastagna Yüzana bir hacet görüp, o gaplar deb mana iman etmeyi qarım qarşı tursam, fesenu yessiruhu lil usra. Dozoqning yo'liga sanqodim men. Bu ikki yo'lni tanlapmış bendening irodasi. Bu iroda meşiyet kul Allohning qo'lida. Biz tanlab mangamiz. Bununla Allohning rahmetiga erishimiz, fazl-i karimiga erishimiz. Bunda qaraymiz. Uni qazo va qadar masalasida u ayrim gap, uni ayrim bir tema uni so'zlasak uzoq gap. Buni endi Rasululloh nima ko'rgazgan bo'lsa, shuni amal qilib mangsoq, Alloh taolo nega manglam sevgili mangsoq bo'ldi, ishimiz bitdi. Bu nima uchun anda bo'lgan bilan mundaq tursa dedi mana kafir bo'ldi, dindan chiqdi. Xato ishimiz shuni. Bunun xatoliklar shu. Qur'on kalomulloh hadis Rasululloh o'z vaqtida tugagan. Hozir biz uni amal qilmasak bo'ldi. Biz ama shu yozib bo'lgan tarixiy kitoblar bo'yicha menga bermas degan odamlarmi mana kafir bo'lgan diniy sahlami bor. Shuning bilan shu biz shu kunga qoldik. Unda emas. Qur'onning hukmi qiyomat kunigacha boqiy. Rasulullohning hadislari shundoq. Shu bitmamiz. Xo'sh. Yana bir savol bor. Zalimlar mazlumlarning qo'lisiz. Ya'ni bizning qo'limiz sizmi halok bo'lamdi deydi. Bo'ladi.
Bizning qulimiz halok bo'laverdi Allohning quli bilan. Endi biz shuni sabab qilamiz. Biz berib uni kallasini chopsak bizning qulimizda deb turmay, bizning qulimizdagi qoral duo. Duo silah mu'minning qorali, atom qoralimiş duo. Mushu bu duo degandan haqlab hech qanday ish qilmay duo qilsanglar bo'ldi deganni tushunib qoldim. Shunda tushundim. Ondaqa emas. Faqat namoz o'qishmi duo, ibodatlarning hammasi duo. Namozmi duo, zakatmi duo, ro'zami. Alloh uchun qilingan har qanday ishlar ibodat duo shu. Buni tilaymiz Rasul Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'sha amalni qilib bo'lib oqidan qulonlarni ko'tarib duo qilsanglar Alloh qulonlarni quruq qaytirib o'tishni hayo qildi degan hadis bor emasmi? Bir vasila. İbadetimiz. Namaz o'qisak bir vasila. Alloh bilan bizning o'rtamizda bir munosabatni bog'laydi. Biz Allohga iltijo o tarit oldik, ruku nimada qiyomda, rukuda sujud turib oyat, hadis, duolarni o'qidik. Allohdan oldiga borib, "Men shunaqa ojiz bandingiz" deb ibodat qilchilik qildik. Ibodat degan qilchilik qilishku hamda Alloh roziligidan ishni qilish degan gap. Alloh roziligidan ishni shunaqa qildik. Endi shunaqa bo'ldik. Ha, bandam nima deysiz? Sizlar qo'limizni ko'tarib duo qilsak, ijobat bo'ldi. Bekor ketib beriblar, o'ynab, uni qilib xiyollarni qilib yuriblardi. Men duo qilyapman mana degan. Alloh taolo qalbi g'ofil vaqtin duoni ijobat qilmaydi. Dil Alloh bilan tutashgan bo'ladi. Duoning shartlari bor. Masalan, qandoq odam duo qiladi, qaysi duolarni qiladi, qaysi vaqtda qiladi, qaysi o'rinda qiladi. Degan masala aniq. Duo siloh mu'min degan mu'minning qurol bo'lgandan keyin qurolni biladigan odam atamaydi uni, shundaqmi? Duoning ma'nosini biladigan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning Alloh tabaraka va taoloning bizga depagan, ko'rsatgan bo'yicha qiladigan bunda adam bo'lmaydi, uning ahli layoqatli odam bo'lmaydi. Anda desa, oy duon ma'nosini bilmaganlarning maqbul bo'lmaydi. Anda emas. Lekin uning maqbul bo'ldi, duon ommatan qiladigan vaqtda shundaq bir ahli fazlining bo'lishi lozim. Muxlisning bo'lishi lozim. U bir vasila. Yana birisi shu duo qilgan kishining duosi kuchlik ya ojiz bo'lishi kim qaraydi. Kuchli bo'lishi Alloh Rasul ta'lim qilgan Rasululloh ta'lim qilgan duolar Qur'on kuchlik. Mushundanglar, mushunda o'qinglar deb bizga o'rgatdi emasmi-da? Shuni o'rgatsa Alloh taolo oladi, Rasululloh o'rgatsin, Rasulullohning o'rgatgani vahiylar orqali bo'ldi. Oladi Alloh taolo. Bu Qur'on kuchli bo'lsin deganimiz shu. Yana birisi to'saliq bo'lmasin. To'saliq bo'lish degan biz harom yemaymiz. Harom yegan chog'da duo mustajib bo'lmaydi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedi. Bir odam duo qilib safardagi nayt hol xarob musafirning duosi ijobat, lekin u yegini harom, ma'kuluhu harom, mashrabuhu harom, malbasuhu harom, fanna yustajab bo'ladi. Uni kiygan kiyimi, yegan yemishi taom hammasi harom tursa, qulun osmonga qo'shtirgan bilan bekorchi u deydi. Bu duoning ijobat bo'lish shartlarining birisi shu. To'sal bo'lmasin deymiz. To'salga shu harom deyish, harom kiyish. Bu zalim qanday jazolandi? Xo'sh, zalim qanday jazolandi? Zolimning jazolanishi Alloh bevosita o'zi jazolab, o'zi jazolaydi. Biz duoni qilamiz. Ey Alloh, bu zolim zulmini qattiq qilyapti. Siz bu zolim bizni Allohga tavakkalna robbana la tajalna fitnatan lil qawmiz zolimin va najjina bi rahmatika minal qawmil kafirin deb duo qilamiz. Ey Alloh, biz sizga hammani topshirdik. Ma zolimlarni bizning ustimizga ish qo'ymang. Bular chekinishib ketdi. Ularning fitnesini yo'qiting. Nejat bering bizga va najjina bi rahmatika minal sizning rahmatingiz bilan shu zolimlarning, kofirlarning nejatlik ato qiling dedik. Allohning rahmati bo'lsa, biz duo qilganga, sabr qilganga o ish kelmaydi degan. Hin rahmati, Allohning rahmati lozim ishada. Najjina bi rahmatika minal qawmil kafirin. Siz rahmatingiz bilan muomala qiling. Rahmatga loyiq bo'lmasak, biz ojiz bandlar bo'lgandek deb turib oldik Allohning oldida borib. Shuni o'qinglar dedi emasmi Musa alayhisalomning? O kiyotida Fir'avn odamni boshlab ming'ilgan, 10 ming'ilgan askarni boshlab necha odam tutgan Musa alayhisalom tutgan kelib qoldi.
Musa qana qılmaz biz yuxudan boldu deydi. Ey Allah'a tevekkül olunlar, tevekkülü alallah diye ayıqlar alallah tevekkelna Rabbana la tecelna fitneten lil qavmil zalimin necina bi rahmetike minel qavmil kafirin. Hasan orada ya dağız bısırdığınız urdu, yol açıldı, ütketti, bir onu düştüğümüz sarı vakti idi. Aşundaq peytdə, aşundaq ixlas bilan bolğanca, əmdə cam ikidən boldu ya dünya ikidən boldu deyə yey kəgəndə Allah'a şundaq bir qalb tutuşudu. Şundaq bolğanda dua icabətdir. Xuzu deydi. Duanın icabət olduğan vaxtları var. Şunundaq duanın icabət olduğan uğurları var. Vaqt deganimiz endi masalan keçisi Sulsul leylin axirda azan iki azan bilan tekbirning o'tirishida namozdan keyin Qur'on o'qigandan keyin bir sadaqat bergandan keyin shuni qo'shgan Ramazonni tutsaqdi, zakat versakdi, bular hammasi ibodatdan. Shuni berib bo'lib, "Ey Allohim siz qabul qiling. Meni qo'limdan kelsa shu desak, shu duo sabab bilan namoz o'qigan sababimizdan shu vasila bo'lib turib, Alloh uni ijobat qildi. Ve betegu ileyhil vesilete diyen Kur'an-ı Kerim'deki vesilini Allah Teala'ya dese vay pürüm baba oturdu, pürüm yetkizimiz bizimkini yetkizemeyi dese bana kafir oldu. Şunun ona hem adam diyen bulgaydı o. Bir şey adamın meselesini ürkünüm dedik o etkendir. Birisi atıdan yaxşılık kılgan, birisi günahdan yangan, birisi yüzü amanet hıyanet kılgan. Üç adam Tağ besveliydi, ola işine Allah'ın aldığı vesile kılıbıydı, Allah Ta'nın küdürat. Hoş. Küdürat. Aşınah buludu o. O vesile ibadet şu. Nemi depti o? Mesela dinimiz mesela mazlumning duası bilan Allah'ın o'rtasida hech qanday parda yo'q degan hadis var. Bu yerda mazlumni musulmon mazlum yoki kafir mazlum demaklik deydi. Biz shuncha vala dindan yiroq bo'lib qolgan bo'lsaqmi bizning shu mazlumligimiz, bizning ahu zarlarimiz nimishqa Allohga yetmaydi debdi. To'g'ri. Shundoq. Bu yetmaslikdagi sabab bor. Alloh tabarak va taolo oldida bizning o'tkazgan xatoligimizniki jazosini Alloh tabarak va taolo hamma ishni yaxshi yomonni jazo mukofotga tartib qildi. Ma işini yaxshi qilsangiz, ma mukofot bor sizga. Ma yomon ishni qilsangiz, buni jazo bor deb. Har qanday ishning jazo mukofoti amalga murattab. Amal jazo amalning tarkibidan, ishidan deydi. Arvanning amalning bir juz'isi deydi. Qanday amal qilsa, shu amalning jazosi keladi. Bu shu amalning jazosi keladi. Bizniki qilgan amallarimiz hozir qilgan tavba istig'forlarimiz bilan taqacha barobar bo'lamayotgan gap. Qilgan ishimiz ko'parak, gunohlarimiz ko'parak, amalimiz shunga muqobil bo'lamiz. Alloh taolo zulmni qilmaydi. Ma ishni shuni uchishli qildi. Masalan, shuning qarta bir nimba asar va shunda deydi. Nima halol o'tkazsa shuning uchun jazo berdi degani bir odam bir musulmon deydi. O'tmishda Bani Isroil ishida o'tgan ishga jamiyatda shu nima qilsa bir qo'ng'iz deymiz, sizlar qo'ng'iz deysizlar, undan yana shu ketib qolganka uning bir tikanni nimasiga soyib qo'yibdi unga. Sayıp oğandık o da tüşküm kiramay, ma tüşküm kiramay, nait avarot bu külüp şunda hoşa oldu. Anından. Günün bir günü o yine şu cembeşe çıkıp cem yaptı. Üzümdeyimiz o cem. Üzümü yaptı yani. Üzümü yaptı. Darak çıkar. Darak çıkıp. Üzümü geldiğikin darakın şıkı onu kötüramay yılıp çıkıp gitti. O etizden kegen piti ketmenli şey uçuna koydu ki. Ketmenni qo'ydi. Ketmenni sopaga ding turgandan shu qo'ng'idan kirib olsin chiqibdi. Bani Isroil ishda mushu vaqa bo'lganka, buni shu vaqtdagi payg'ambarni debdikanda uningdan mushuna bir ish bo'lish kerak deb qaris ras u men mushuna qilgandi. Ya Rabbi. Har bir yomon amalning yuziga tushdi.
cezası oldu. Şu ceza tügümse ceza tertip verilgen emelle mesela es-sariq ve es-sariqatu faqta'u eydihuma o kılgan eğer ayağının kulunu kesip pulunu kesimiz devam etme. Şunun uçuşluk ceza var idi. Çünkü bu kolunu kesip atmasa ma kol yine orluk koydu. Bu meskin bütün kesimiz kolunu kesip ağıttı yumula kılıp dağıl yatam eğitimde bakımız bunu. Mesela zina kısa onu urumuz 100 dere 80 dere buradan aşızdanın nimesi qaraptı bazılarını parlap çıkarıp atımız yurttan. Nime için ne kılmaz dese aşınonda bir zehir var. O devamlılık aşı adamını zina kılışkan mecburlap çağırıp durdu. Aşına urvatkan dekin kan çıketse zehir çıkıydı. Kolunu kesivasıma şundak. Bunu ölümala şu kolunu kesivaskan dekin tügeydi deydi. Hazır halgarada bu cinayet oğurluk kılgan anda kolunu kesilen iş yok. Yapında pişanesi tam gaz koydu ki oğru dep. Emes körü yürüyken oğru iken degenini. Yine bir yerde turmak karamaydı, bazı yerde ömür çıkamaydı, bazı yerde bize ceza verdi. Şunu okşamagan derecede ceza verildi. Din nime için bu kolunu kesildi o diyen nersini tetkik kılıp fen ülümaları tetkik kısa oğurluğun haram nerside bir zehir varmış. Oğrunun kulu yok kıldıgan. Onu ağan deyin o zehir asla tedrici terakki kılıp yürek şiket gidek. O yerden enkisi makol ot gidek, put ot gidek şunda kılıp o hemişe enk oğurluk kıldıgan buldu. Şunun kolunu kesip atsa mişen enk onu dağılap ne kuat degençe konu çıkmaydan kuat dedik. Dağılap atkan deyin şunu olan bu kutuludu o şu zehirden deydi. Şu zehirden kutuludu. Şunu Allah Teala bunu hikmet ilahi olan kıptik edip şunu olan la ilahe illallah Muhammed Resulullah deyip eğitip atkan bir parafsor var değil mi? Şunu tetkik kılıp çıkıp bundak ki bu. Allah Teala'nın demek her kandak cezası, her kandak mükafatının asası var. Şunu kısak mükafatlanımız. Şunu kıp koysak cezalanımız, eşnak cezada. Bunun da hikmet var. Hikmetsiz kımaydı Allah Teala hakim, alim emas mı? Bundan vandikin biz kıl digenini kılışımız, yan digenden derhal yenişimiz gerek. Yanmasak o bizni halak koydu. Hem kıp koysak onun cezası geldi de işte. Onu tatmaymayın çağırıyor. O ceza Allah'ın aldığında biz kişilik oylagan neslerde çoğun ceza kip kaldığan, çoğun da oylaganız kişiler zakip var. Hasan Basri rahimallahu şuna deydi. Sizler küçük günah da oylagan nesler Allah'ın aldığı çoğun günah okasa, sizler çoğun günah da oylagan nesler küçük okasa, sizler bilmeysizler. Alim ilmalarını sor Allah'a. Çoğun günah-ı kebire, günah-ı sagir de atalgan hani biz bilmeyimiz alim ilmalar bizi köstübesin. Resulullah köstübedi günah-ı kebirler nime. Mesela bir adam atanısına yaxşılık kılmay ağırtıp atanısında kılgan bulsa adette vatan içine gibi turmuş nasarışıdı onun. Nasarlaştı deydi hala bu atanısını bakmagan yaxşı kılmagan demde bunun şu gün kipti ötün adam bu da koydan işi var. Diyendek şu bulmaz ülümler ülkede de adamlar. Atanısını yaxşılık kılsın kötü ibadet emez mi? Bir kutulduğuna tağbe söyledi. Tağbe söyledi. Şunda ibadetinin cezasını mürettep kılıngan o günahının cezasını mürettep kılıngan. Okşaş. Onu biz bilmeyimiz. Kaysının kanı ceza bulduğanlığını. Allah yüzü bildi. Çünkü emrini kat'i icra kılış, nehidin kat'i yansakla biz nizat yapamayız. Kıpkın bilmez kıpkın bulsak Allah Teala yüzü getir. Ve ya'fu an kesir. Ya'fu an kesir. Ama asabek musibetin tabi ma kesebet eydikum ve ya'fu an kesir. Köpüncisine mi efevatime azar ağa musibetin bir kuyma dedi. Bununla Rabbana la tuakhidna in nasina ve ahtana. Rabbana ve la tahmil aleyna isran kema hamalta ve lillezine min qablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا القول الكافر قتلت والاني İhlas ile, itikat ile tazirim kişide hiç kim yok fakat karanlık öyle Allah ile bizim dilimiz tutaş kavakta da bana dua icabet ediyor.
Beytullah'ın köyünde dua icabet. Namazdan keyin dua icabet. Dua icabet bulduğun vakit burullama köpem. Allah ettirme. Qaysı adamların duası icabet. Qaysı adamların. Hatta aniq duası icabet bulduğun adamlar mı bah? Avliyalardan. Diginil bu oldu. Ebu Ayyub el-Ensari radıyallahu anh'ın şuna oldu ona. Duasının üstüne bir şey keygice. Sen fetih kılışa şunu. Ülgün bir şey ekip destek durup kılıydı. Ebu Ayyub el-Ensari şu an 80'de yaşlı badem. Bir şey kalıp bakıldı yani. Duasını icabet edi. Nemediz şu bu olduğun. Nemediz şu bu olduğun. Sa'd ibn Ebi Vaqqas'ın şunda. Sa'd ibn Ebi Vaqqas radıyallahu anh Bukhari'de rivayet kıldığı hadis var. Ve Ömer'nin vaxtida ko'pig'ini reis qilib keldik. Şeyge xat kelibdi. Bu o'zi to'g'ri qilmayapti o ishni deb. Necha odamni uyatibdi Umar roziyallohu anhu. Berib tekshirsa, hech qanday masjidda shikoyatni qilmabdi uni. Bu yaxshi deb. Bir yerga kelsa, bir masjidda bir odam qo'pib, bu o'zi jangga chiqmaydi. G'animatni o'xshash taqsim qildi. Namoz vaqtida chiqmaydi. Endi 3 ishini debdi. Degandan keyin u Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu duosini mustajib adam Ashur Mubashshirning birisi. Endi men Sa'd deganda qilmadim. Xo'sh. Agar Sa'd deganda qilgan bo'lsam, meni Alloh jazolasin. Men Allohning azizini qilma. Sa'd deganda qilmadim. Seni Alloh taolo shunda bir xorliq bilan jazolasin. Degandan keyin birisi seniki umring uzun bo'lsin. İkincisi sen xorlan. Üçüncü birisi sen rasvo qilsin Alloh taolo 3 duo qilibdi ki. Deganda yeshnay cho'ng ketdi. Qoshlari uyusib, ko'zini itib, ko'chadagi cho'pni terib yurib keyin u odam. Endi uningda bir ish shu yomonlikqa zina qilgan ayollarniki avratini totlab qo'ysa shu saqaydi ekan. Çıdamaydık ayollar şunu yani kip tatlıtmamıza. Şunda rasvo oldu. O şunda da me Sa'd'nin bedduası ketken. Sa'd'nin duası icabet eddi. Me şunun bedduası ketken de diyorlar. Şunda hala boğan. Bazı şu sahip keramlarını ki bedduası ketken yey küm koysa o gayvet şikayetini köp koygan. Zemin kubul kılmayı teşkil etevatkan. Kabrinde iskatalığa girsin. Qabul qilmagan shunday ishlar bor. Harom yeganlar, jazoni qilganlar, uni ichidan shunday ahvollarimiz bor. Bu jazo o'xshamagan darajada Alloh taolo tomonidan belgilangan. Biz qilma degan qilmasak bo'ldi. Qilib qo'ysak, Robbana la tu'akhidna in nasina naqul. Allohumma anta robbuna o'qiymiz. Ha? Sayyid istig'for. Shuni o'xshash duolarni qilamiz. İnsan xatolashmaydi, xatolashdi. Çünkü Bani Adem xatolashdi. Hatto unda da. Eng yaxshisi kim? Tavvobulloh, tavba qiluvchilar. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Gayet güzel nasihatlardi. Vallahi Allah razı olsun. İnşallah programımızdan vaqti Allah razı olsun. to'shib qoldi endi inshaalloh. O'sha oxirlashtirsak hamdikilar. Buni nimani siz savolni kanariya qilib bundan qo'ysizlar men qo'ysam. Bo'ldi inshaalloh. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi programmamiz mushada oxirlashdi. Biz chuqum g'alaba qilamiz degan bu temani nurg'unlagan misollar bilan qanday g'alaba qildiganligimizning yo'llarini, Allohga qanday qaytishimiz kerakligini ustozimizlar güzel bir şekilde aytib berdi. İnşallah yana bir qatimliq suhbatda Alloh umr bersa oldimizga hafta ko'rishguncha Cenab-ı Allah topshirimiz Mevlana ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Diqqat bilan ko'rganlik uchun. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.